Insonning ichki dunyosi, ma'naviy pokligi va axloqiy barkamoligi haqida so'z yuritiladi. Asarda qalbni gunoh, yomon niyat, hasad, kibr va nafs kabi illatlardan asrashning ahamiyati keng yoritilgan. Muallif insonning haqiqiy go'zalligi tashqi ko'rinishida emas, balki uning pok qalbi, to'g'ri niyati va yaxshi amallarda ekanligini ta'kidlaydi. Ushbu kitobda iffat tushunchasi faqat jismoniy poklik emas, balki fikr, so'z va amal sifatida talqin qilinadi. Qalb iffati esa insonni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Kitobxonni sabr, toqatli, halol va kamtar va rahmdil qiladi. Asarda Qur'on oyatlari, hadislar va hayotiy misollar orqali inson qalbini to'g'ri tarbiyalash yo'llari ko'rsatib berilgan. Muallif har bir inson o'z qalbini to'g'ri tarbiyalashi, uni poklikka intilishi va yaxshilikka odatlantirish kerakligini uqtiradi. Turk yozuvchisi Nuriya Chilining Qalb iffati kitobida insonni ma'naviy uyg'onishga chorlaydi, uni o'z-o'zini tarbiyalashga va komil inson bo'lishga undaydi. Men sizlarga bu kitobni qalbingizni tushunish uchun tavsiya qilaman.